To'xta, men senga tushuntirib beraman. Kim edi u qiz? Tanimayman o'layagar. Nima qilib qo'ldan ushlab turuvdingiz? Voy, yiqilayotganda ushlab qoldim men. Xo'p, nimaga unda o'fatuvdingiz? Yiqilgan odamga sun'iy nafas beradimi, Dilor? Xo'p, bo'pti. Qo'lidagi guli qayerdan keldi? O'sha payt xola qoqilib ketdi, gullari cho'childi. Men gullarni ushlab qoldim, xolani ushlab qola olmadim. Qizga gulni ushlab turing, men xolaga yordam beraman degan paytim sen ko'rgansan. Lekin undan oldingi vaziyatni ko'rmagansan-a? Xo'p. Uzuni nimaga taqvatuvdingiz? Menga qara. Mani eshit. Xo'p. Mani eshit. Eshitdingmi? Eshitsan-a? Eshitdingmi? Qiz Mamatga qoqilganda qo'lidagi uzun mundoq bo'lib chiqib ketdi. Tushunsanmi? Men sirasi olib qo'liga taqib qo'ygan momentini ko'rgansan. Uzuk taqadigan insonim faqat sensan, Dilor. Esingdan chiqmasin. Bo'lmasa, uzuni korobkasi qayerdan keldi? Men qara, hozir ishonmaysan-ku, aytsam baribir. Shuncha gapingizga ishonmayman, bunga ham ishonaman, gapiringchi. Taqit oldimga tushdi. Osmondanmi? Qanaqa osmondan tushadi? Qarg'a og'zida olib ketayotganda tushib ketgan. Jinnimisan, osmondan korobka tushadimi? Yo'q, oling mo'minaka. Ishonmayapsanmi? Ishonmasang sevmagin edi. Gap yo'q. Lekin qara haqidagisi to'g'ri edi. Bo'pti.